Salom qurilish obunachilari. Qurilishimizda ozgina xatolik bo'lib, dimoxod qo'yish esdan chiqib qolibdi. Bu dimoxod qo'yishimizdan maqsad ko'pchilik katta ustalar biladi. Polni tagida ozgina havo yurish kerak, bo'lmasam pol chiriydi. Nanaydagi qilayotgan obyektimiz bu xolasi betondan chiqib qoldi. Yo'pari tomonga garaj yo'lini qo'ysa, bunday betondan chiqadi va g'ish urish boshlanadi. Xudo xolasa. Quritgan joyimiz ikkita xona, alohida. Oldida oyvani bor. Bittasiga buchada hammom chiqarib ketdi. Garajimiz yo'q, xudo xolasa ikkita mashina sig'adi. Kanalimizga obuna bo'lib, bundan qiziqarli videolar qo'yishga harakat qilamiz.